Ümmetini ayollariga Alloh taolo hijobni buyurgan. Kufr mana shu hijobda ayollarning yuzidan olgan bitta islomiy hukm bulg'angan. Молодец! Товарищи женщины, я понимаю, что это очень трудно, но нужно покончить с пережитками прошлого навсегда. Снимайте паранджу, откройте лица. Саадат, сними паранджу. Нет, я не сниму паранджу первый. Саадат, ты же знаешь, как мы готовились к этому празднику. Я первый не сниму, нет. Но если отказывается моя жена, то что говорить о других? Товарищи женщины, почему вы молчите? Сегодня же ваш день, 8 марта. Скажите же свое слово, женщины. 8 mart Islom ummatini ayollariga Alloh taolo hijobni buyurgan. Kufr mana shu hijobda ayollarning yuzidan olgan bitta islomiy hukm bulg'angan. Chor Rossiyasi kelib, sotsialistik tuzum barpo bo'lib, shu tuzumni boshqarish kommunistlarning qo'liga o'tganda 8-mart kunini paranji yopish O'rta Osiyoda paranjilarini yoqib ayollarni, musulmon ayollarni keldi ochilur chog'ing, o'zliging namoyon qil. Yuzing qanaqa, qoshing qanaqa, ko'kraging qanaqa, bo'yning qanaqa, o'zingni endi namoyon qilib ochil degan kun bo'ladi. Ayollarda islomdagi bitta hukmi kufr tarafidan toptalgan kun bo'ladi. Endi bitta musulmon odam ayoliga kelib, qiziga kelib, bir narsa shirinlikmidi sovg'a qilib, yuzingiz ochilib, iymoningiz yoqilib, kofir bo'lganingiz qutlug' bo'lsin degani bo'ladi. Ochilganingiz qulluq bo'lsin degani bo'ladi. O'zligingizni hammaga ko'rsatgan kuningiz, kufringiz muborak bo'lsin degani bo'ladi. Iymondan kufrga o'tgan kuningiz bilan tabrik qilaman degani bo'ladi. Kim xotinini, qizini kufrga rozi bo'lsa, ochilishiga rozi bo'lsa, endi siz biznikisiz-ku, hamma sizni yuzingizni ko'rib maza qilaversin. Hamma ko'zi bilan sizni zino qilaversin. Hammaga zinoga biz rozimiz, sizga muborak bo'lsin degani bo'ladi. Ammo musulmon kishi, iymoni bor, hamiyati bor kishi hijobni himoya qiladi. Bir musulmon kishining gardanida 4 ta ayolning omonati bor dedilar payg'ambar alayhisalom. Birinchisi onasi, ikkinchisi ayoli, uchinchisi singlisi, opa-singlisi, to'rtinchisi qizi. Mana shularning ichida onasi agar otasining iymoni zaif bo'lsa, bolasining gardaniga tushadi, onasini himoya qilishligi. Hijobing bilan chiq, ey ona, ertaga Xudoning oldida yuzing kuymasin deydi. Ammo otasi mustahkam bo'lsa, farzandi gardanidan otaning gardaniga saqlanib qoladi. Singlisi, opasi, pochchasi agar iymoni zaif musulmon bo'lsa, u qo'y bersa, opajon, singiljon, yuzingizni yoping, bu Xudoning hukmi deb eslatib turadi. Ammo xotini bilan qizi uni gardanida bo'ladi. Uni omonatida bo'ladi. 8-mart ayollarda iymondan, Xudoning bitta hukmidan, ey mu'min bandalarim, ayollaringiz yuzini yopinglar. Uni kimligi tashqaridagilarga bilinib, fitna qo'zg'almasin, u sizniki degan Allohning hukmini yirtgan, shunga amal qilmagan, Allohning bitta hukmini inkor qilganlarda bayrami bo'ladi. Qaysiniz xotiningizni, qizingizni, ayolingizni, opa-singlingizni ana shunday Allohning hukmidan kufr hukmiga qarab o'tganligini muborakbod qilmoqchi bo'lsa,
8 mart bayrami bilan tabriklasin.